Yaxshi, rahmat. O'zinglar yaxshimisizlar? Rahmat. Bugungi shukronalik ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat. Palma kompaniyasi tabriklash agentligidan sizga qo'ng'iroq qilyapmiz, sizni bezovta qilib. Rahmat, kattakon, xursand bo'ldim. Rahmat sizga ham. Bu tabrikning egasi kim deb o'ylaysiz? Ayajonimda. Albatta yana. Dunyodagi eng yaqin insonim ayajonim, uydagilarim, opam, singillarim, akam. To'ppa-to'g'ri topdingiz. Dadajoningiz, ayajoningiz, akangiz Alisher aka, opajonlaringiz Munisaxon, singlingiz Madinaxon mehribonlar, xolajonlaringiz ham bor ekanlar, Gulzorxon, Dilzorxon, Nigoraxon, Donaxon. To'g'ri aytdimmi? Mana shu yaqinlaringiz nomlaridan sizni tabriklab qo'ng'iroq qilyapmiz. Rahmat. Ayajoningiz bilan gaplashib qoldim. Nima deb tabriklay, nima deb xursand qilay bugun qizingizni desam, bugun mani yuragimni bir parchasi. Mani qalbimni qo'ri bilan, yuragimni to'ri bilan yaxshi ko'radigan, jondan ortiq yaxshi ko'radigan jajji qizalog'imni tug'ilgan kuni. Men unga qalb so'zlarim bor, yetkazmoqchiman dedilar. Ruxsat berasizmi aytib bersam? Mani mehribon qizim, ko'zimning nuri, jonim qizim. Senga bergan har bir duoyim, har bir orzuyim seni baland cho'qqilarda ko'rish uchun bo'lgan. Bugun sen Toshkentdasan, mendan uzoqdasan. O'z orzularing seni qadam tashlayapsan. Men esa har kun, har tun sen uchun duodaman. Ilohim, mana shu Bunyodkor stadionida, futbol maydonlarida porlagin qizim. Yuqori cho'qqilarni egallagan jon qizim, nima bo'lganda ham hech qachon o'z orzularingdan voz kechma. Men onajoning seni doim duo qilib turaman. Sendek qizim borligidan faxrlanaman. Chunki sen meni ko'zimni quvontiradigan qizimsan. Meni mehrimsan. Meni borlig'imsan. Sen bilasanmi, dunyoga kelganingda men qanchalar xursand bo'lganman. Ilohim, Allohim mana shu xursandchiligimni bardavom qilib sevintirsin. Seni barcha yaqinlaring nomidan yana bir bor tabriklayman qizim deyaptilar. Rahmat, kattakon. Sizga ham rahmat. She'riy ta'riflari bor ekan, maylimi aytib bersam. Qizim, qoshing bilan ko'zing meniki. Goh shirin, goh achchiq so'zing meniki. Shukrona aytaman boringga takror, yaxshimi, yomonmi, o'zing meniki. Orzuyim g'unchasi sensan jon bolam. Umidim gulchasi sensan jon bolam. Hayotdan ilinjim bor mening illo. Ilinji ham sensan jon bolam. Qizim, suyanganda tog'im bo'lsang bas. Ishonganim mening bog'im bo'lsang bas. Umrim omonatdir. Aytsam, aytmasam, ortimdagi shamchirog'im, jonim bo'lsang bas deya mana shu she'riy ta'rifni ham sizga yo'llab qoldilar. Rahmat. Mana hozir oxirgi marta tug'ilgan kunim uyda karantin paytida bo'lgan. 4 yildan beri uydan uzoqda nishonlaymiz. Imkon qadar ayam, singillarim, opalarim kelib tabriklab ketishadi. Aynan tug'ilgan kunimda bo'lmasa ham keyinroq. Juda ham xursand bo'ldim. Xuddi siz aytyapsiz, ayamda so'zlarni eshitgandek bo'lyapman. Juda ham xursand bo'ldim. Rahmat ayajonim. Men mana shunday kunlarga yetkazganingizga, shunday hamma narsa, nima deydi, hamma narsani tayyor qilib, hech nimadan kam qilib zoriqtirmay shu kunlarga yetkazganingizga rahmat kattakon. Sizda ayam, sizda dadam borligidan juda ham faxrlanaman. Shunday mehribon singillarim, mehribon opam, mehribon akam borligidan, oilamiz shunday nima deydi, havas qiladigan oila bo'lgandan ham xursandman, faxrlanaman. Xudo xolasa tez kunlarda ko'rishamiz. Mashallah.
Ilohim shunaqa bo'lsin. Akajoningiz aytdilar, bir so'z bilan aytingki dedilar, mani tabrigimni yetkazing dedilar. Nima deyay desam aytdilarki, mani singlim eng chiroyli hayotga loyiq inson. Baxtlar ichida ungan gullola mani singlim. Men juda ham yaxshi ko'raman. Yuragim bilan yaxshi ko'raman. Har qanaqa holatda akajon desam men doim tayyorman deyaptilar. Xudo xohlasa hamma niyatlariga erishib baxt faqat baxtli bo'lib yashay. Doim aytganlari kelsin, ro'yobga chiqsin. Hozir ichimdagilarni aytolmayman, to'g'ri. Hayotdagi eng yaqin insonlarim ayam, dadam, akam, opam, singillarim hammasi meni baxtimni o'ylaydi. Hammasi xursand bo'lishimni o'ylaydi. Shu qatori men ham akamni ham baxtini ko'rishdi, singillarimni ham, opamni ham. Ilohim shunaqa bo'lsin. Rahmat sizga. Rahmat. Shohidaxon, sizni nafaqat yaqinlaringiz nomidan, balki Palma kompaniyasi nomidan alohida tabriklaymiz. Ilohim, O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga tutganingizda biz borib sizni tabriklab turaylik. Nasib qilsin shu kunlar. Rahmat, sizlarning ham ishlaringiz rivojini bersin. Rahmat asalim. Faqat oldinga intilinglar. Rahmat. Sog' bo'ling, charchamang, yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Doim kulib yuring. Rahmat. Xo'p.